Bo'lmasa biz boshlashdan oldin akalar mushugilar bo'lsa esishdi, menga o'xshab o'pmanglar, men labimga shu yara chiqqan. Zoomlar pasta sultaymi achyapti-da. Ichiga to'g'riroq, og'zim ichiga o'pganimda chiqdi menimcha deb o'ylayapman. Kechasi shunaqangi qiynab chiqadi, zumnoy pastasi yalpizligidan. Haligacha tuzalmay, bir haftadan beri qiynaldi. Endi ham shirinda plus. Yo'q. Boshlaymiz. Hop, demak, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'tirib bu yangi ajoyib qiziqarli quvnoq yangi Real Passimiz o'yinga keldi va nihoyat keldi akalar. Anchadan beri biz kutgan Real Passlardan bittasi, bonus pass ham yaqinda keladi. Demak, akalar ko'p gapirmasdan hozir ekranlarimizdan akalar va nihoyat Real Passimiz o'yinga tashrif nimalar deyapti, bu nimalardir beryapti bizga hozir. Hammasidan o'tib olaylik. Pul berdi. Asdaminator bir nimalar qilganimiz uchun bizga titullar bermoqda. Mana bu joyda hammasini olishni bosganimizda nimalar beryapti yana. Bu yoqda nima berar ekan? Hammasini olish. Xullas. Ya ona xullas. Nimaga men 12-RPdan boshlayman? Ha, 12-sezon RP. Hop. Akalar, birin-ketin ko'rib chiqaveramiz. No, olishdan oldin bitta ko'raylikmi, ko'rsataylikmi nimalar borligini, bitta ko'raylik akalar. Hech ko'rmasdik, lekin bu safar ko'raylik. Ya, nima bu? Ha, bo'ldi. Hop, bu yoqda bitta set bor ekan, bu yoqda M16 bor ekan, kaska bir ajoyib o'ziga xos kaskamiz bor ekan. Bu anoset kaskasi emasmi? Buni kiyimi ham bor bilsanglar. Marasa qimmat 100 ga ochgandim. Men istasa, agar hop buni nimaligini bilmayman. 40-levelda Mifix kiyim berar ekan, 50-levelda mutant. Zashto mutantga kuchaytiriladigan orужие chiqdimi hozir shunda? Albatta. Hech kim o'ynamaydi-yu. Kolleksiya uchun-da, kolleksiya uchun. Kolleksiya uchun. Kolleksiyasiga mana tuyaga yana bitta nimadir beribdi. Avtobusga. Yaxshi, avtobusga ham kim berishdi? Mana bitta emotsiya bor ekan. Qanaqa emotsiya? Wow. Ajoyib. Bu yoqda keyin yana bitta nima ko'rdim men? Va oxiri akalar kuchaytiradigan ayiqchamiz ham bizni kutib turibdi. Ajoyib. Horror. Что? Yapti akalar, bu meni hozirdan qo'rqityapti. Akalar qo'rqmanglar. Esishdi, sizlarga ham xuddi shunaqa Real Pass ochmoqchi bo'lsangiz, 100 ga kerak bo'ladigan bo'lsa, kichikcha 31 bugun salodam ko'proq bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Nima deydi, saytlar qotishi mumkin, lekin sizlarga maksimalli ishonchli 100%, muhimi ishonchli akalar. O'yinlar to'q bo'ladi. Kichikcha 31 har doim aytaman, hali ham aldanayotganlar bor. Aldanmanglar akalar. YouTube servisimizga murojaat qilib 100 gani bemalol olishingiz mumkin. Bu bilan biz ham konsertlarimiz davomiy bo'lishiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Xullas, ochamiz kattasini. Birdaniga adashmasam 30 mi, 28 mi necha bo'lardi? 30 bo'lar ekan, tamom. Olmay turmoqchi edim men buni o'zi. Va akalar, nima bu? Nima deyapti bu? Missiya kartasi. 20 ta missiya kartasi sovg'a qilishdi. Va 500 UC hammi shunda? Yo'q, 500 UC'li missiya kartasi sizga bepulga mana bonus sifatida berishdi. Qanday ajoyib. Ajoyib. O'sha 500 UC ni berishsa bo'lmasmi? Mayli. Hop, bu yoqdan akalar 8 tasini olsak, Real Passimiz hamma birdaniga 100 bo'ladi akalar. Ko'rdingiz. Bu sistemani har doim tushuntiraman. Esishdi, mana bu joyga kirganinglarda, mana bu kesmada, mana bu kesga kirsanglar, sizlar ham 8 ta olsanglar yetib ortadi. Agar 8100 olgan bo'lsanglar, yana 6 ta olsanglar ham Real Passinglar tezroq 100 bo'lishi uchun kerak bo'ladigan narsa bu yoqda missiyalarni bajarish orqali sizlar 100 clarni umuman ishlatilmagan holatda, yana har bitta 1100 ni qaytadan olishinglar mumkin bo'ladi. Bu narsa ham bor. Bu yoqda ham nimadir bor ekan. Men masalan olishni bosaylik. 86 ochko bu yoqdan beradi. Bunda nima? Va komanda qilish akalar. Biz o'z imperiyamizni quramiz hozir, jamoa yaratish. Ana. Masalan, ochdingiz. Hamma bo'ldi. Hammani taklif qilish qaysi bo'lardi? Men qildim ham, menimcha Butun dunyoni taklif bo'ldi. Butun dunyoni taklif qildim akalar. O'zim yutganligim uchun bu yoqdan ham beradi. Bizda komandadoshlar sekin-sekin qo'shilib 20 kishi qo'shilgandan keyin bu yoqdagi narsalarni olsak bo'ladi, esishdi. Yana nimalar bor men ko'rsatmagan. Menimcha hammasini ko'rsatdim. Bu yoqdan
ikkinchi haftalikni ochish bor akalar. Mana bu joyga o'tganinglarda mana 3 marta Real Pass tekinga olsanglar, tekinga olsanglar deyman. Umuman 3 marta Real Pass yuziga olsanglar, ikkinchi haftalik missiyalar o'zi avtomatik tekinga ochiladi va 22 ta bo'ldi. Bizda 23 ta bo'libdi mana bunda. Bu yoqda ochiladi. Xo'p, yana bu yoqda nima bor? 1 daqiqa. Airpodsga emotsiya beradi. Katta RPOSga emotsiyalar beradi, lekin katta ehtimol bilan menda hamma emotsiyalar bor ekan. O'shaning uchun men klassikaga solaman akalar, har doimgidek. Bu nima bu? Bu anaqa Ketma-ket Airpods. 6 marta ketma-ket RP olganiga nimadir berar ekan. Bizda 9 ta 18 ta deyishibdi. Men butun umr olganman RPni. Menda 7 marta. Bu sistema chiqqandan beri 7 marta bo'lgan menimcha. Shunday bir xususiyatlari ham bor ekan. Undan tashqari sizlarga yana ko'rsatadigan narsalarim bor ekan. Hozir Real Pass olamiz. Birinchi o'rinda. Yaxshi. O'xshadi o'sha bo'yladi. Da, voy maza qilasizlar akalar. Mana shunaqa tinmasdan ochilgan payt maza qilasizlar. Prokatga. Mutant. Mana nihoyat akalar, hammasini mana oldi. Hamma bilsin, hammaga ayt deganday. Hammasini oldik. Bu yoqda nimalar bor? Bu yoqni ham bitta ko'rib chiqamiz. Eski keyslar qaytgan, ko'rib turibsizlar. 6 yubileyga mos narsalar qaytgan juda ko'p, lekin menda hammasi bor ekan. Undan tashqari nimalar bor desanglar, bu yoqda bitta vertolyotimiz bor ekan. Uy populyarskiga nimadir beradi. Tank bor ekan, u bor ekan, bu bor ekan. Hop. Bu nima? Kiyim almashtirish. Adashmasam. Bu bonus pastiki. Bo'ldi, tushunarli. Bitta soch qo'shibdi, oldida o'shani oldida. Random qilib qo'yibdi faqat. O'shani oldida turibdi. Yashikcha, chapda. Kiyim almashtirgan. Bumi? Bunda nima? Sochlar, ya'ni 4-sezon, 11-sezon farqi yo'q. Soqqa bosish qilib qo'yibdi. O'zingiz xohlaganingizni olsangizmi miydim? Yo'q ekanda. Ajoyib. Menda hammasi bor, adashmasam. Menda hammasi bo'lishi kerak. Hammasi mavjud ekan. Agar 1200 ga bundan olsanglar ham bo'ladi. O'zingizlarning xohishingizga bog'liq bu narsa. Hop, ana endi populyar battllar haqida boshlangan haqida ham adashmasam, ikki tomonda ham battllar boshlandi, to'g'rimi? Yo, endi boshlanadimi? Bugun boshlanadimi? Bugun soat 5:00 da boshlanadi. Oddiy populyar battle boshlanadi, uy populyar emas. Oddiy. Uy populyarda nima? Yangi emotsiyasini men hali ko'rmagandim, ko'ramiz. Go'zal. Wow. Ajoyib akalar. Eshitdi, populyar seriya qo'ygan, paddeshga qilish maqsadida 10 levellik, yo o'zi 10 midi oldin, 9 edi shekilli, adashmasam, yo 10 gachamidi. 10 gacha bo'ladi shekilli. Uy populyarlikda nimadir qo'shildi dedimi? Yo boshqa nimadir reytingmi, qanaqadir narsa ko'rganga o'xshadi. Qattan ko'rsak bo'ladi. Bu narsani qanaqa? Uyga kiring. Uyingizga kiring ichiga. Yo. Hop. O'sha unaqa sentrda uy turardi-yu. Men deyman. Xush ko'rdingmi? Uy yubileysi mana. Davom ettirish. Mukofotlar olish uchun uyga kirish. Tamam, hop, kiramiz, rozimiz. Akalar kirib ko'raylik nima? Voy, onangni. Hozir akalar. Bir daqiqa. G'alati emasmi ro'za kunida unaqa gaplar gapirish? Duosini olib yurishing mumkin-da, onangni masalan deb gapirishim ham mumkin-ku, faqat ona desa onangni ol deydimda. Onangni. Hop, mana uyga kirdim. Nima beryapti? Wow. Nima? Qaysi biri bu? Allang, qaysi biri kerak sizga? Uchinchisi. Tamam, uchinchisi kerak bo'lsin. Wow. Ochish qilmadi. Nima bu? Pushti o'qigan. Kimdir nimadir sovg'a qilgan akalar menimcha. Olishni bosing. Farovonlikni ol. Nima deyapti? Nima bo'lyapti? O'zbekcha ham qoladimi? Bilat. Qani nima qilib olay? Qozog'cha qilib oling. Hop, kirdim. O'ng tomonda anaqa turibdi. Yubiley tartibi. Hop. Nechinchi o'rindamiz biz? Bormizmi biz? Yo'qsiz siz. Buni nima qilganimiz hisobiga reyting beradi bunda? Shuni aytinglar. Yo'q, u 0 reytingiz.
Uyda chekkasida dumalog'i bor narsa bilan to'ldirishingiz kerak, yasashingiz kerak. Ha, uy yasachi ayyo, unda tupurganim bor. To'g'risi, ya'ni rasxodmi? Kerak emas. 15 darajami? Qaysi? Olishni bosing, oka. Hmm, Pastga bosingchi. Olingan, ma bu ahvol. Ilojsiz dotdi. Olish. Qorollik. Pastligi uchun. Ha, men bunaqa narsalarni qo'yib tashlasam, menga nimadir berishadi endi hozir, to'g'rimi shunda? Ayyo, akalar tupurganim bor ekan. To'g'risi, kerak emas narsa ekan. Bundan chiqamiz hozir. Qisqacha qo'ysang yetadi bu joylarni u bilan. Xullas, keraksiz narsa ekan, lekin bugun 15:03 tami, ya'ni 3 ta battle boshlanadi, battle. Ha, 17:05 ta. Ha, battle boshlanadi. Xullas, bu yoqda battle boshlanganda ham paddeshga kutib qolamiz. Hozir esa biz anu olgan mifitskiyimizni buni, ya'ni bo'yash uchun levelini oshirishga harakat qilib ko'ramiz. Nimaga bu 8 ta? Bu nima? Bu ahvol. Qizil pushtidan ko'ra bizga ko'k rang qilaylikmi? Qanaqa rang qilsak bo'ladi buni? Hammani. Qizil qilish kerak. Qizil qilish kerak. Qizilmi? Xom bo'ladi. Qora ham variantlar. Qop-qorami? Qizil yaxshi ekan. Qizil. Qizil qilaylik, hop, mana shu bolalarni. Choklarini qizil qilmadingiz-da. Hop. Mana. Oh, qizil o'tirar ekan. Mana. Uy, oyoq barmoqlari. Oh. Wow. Qora qilish kerak. Chokki, yashilmi, boshqacha qanaqa rang qiling? Sariq qiling. Sochchi? Chok. Chok qaysi bir Mana choklar? Mana Mana shu shu. o'z turibsiz. Sariq. O, ana. Sha bilinib turibdi. Wow. Mo boshqa gap bo'ldi. Mana akalar, hozir bir daqiqa. Ya apping qurs, avtobus. No, anaqa buni yechib tursak bo'ladi, kaskasini. Qani kask? Hammamizni? Kaskasini yech. Nimalar bor hozir bizda? So'mkaga hech narsa yo'q ekan. No, akalar, hozir biz agar adashmayotgan bo'lsam, qani mutant bergan. Chiqingchi, bitta chiqib kirib oling, akasi yo'q bo'lsin-chi. Hozir. So'mka qani qaysi? Ha, mana bu ekan. Achi kiyimini nimadir o'tishing. Ana bosh kiyim. Ana. Wow. Hozir buni qo'liga moslab оружие beramiz, akalar birdan. Shoot. Hozir qani mutantni beraylikmi? Ha, yo'q, yangi anaqa keldi-yu, mana Birildamida. Ot mana o'ziniki. Shoot qo'ying debdi. Aug qo'ying. Aug tursa kerak, qizil skin. Aug, mana. Bu ham mos keldi, lekin qoyil. Hop, yana nimalarimiz bor biz ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan. Men buni o'zi bilasizlar, bu yoqdan. Oha, уже butun komanda kirdi, hamma kirdi. Qanaqa? Hop, men uni hattoki bitta ko'rsatay agar iloji bo'lsa, qani nechta anaqa bo'lib ketdi mana. Men bajargan challengelar bir nimalar hozir. O'tda ham bo'ladi. Masalanda, masalan akalar, masalan. Hop, pachinkiga biz hech qachon tushmaymiz. Bularni olib tashlaysiz, mana bilan olsangiz, masalan, 100 ni qaytarib olishni o'rgatyapman. Akalar, sizlar buni o'zingizlar bajarsanglar ham bo'ladi. Endi faqat menga o'xshab karta orqali bajarib olishinglar shart emas. No, mana shunaqa qilib bajarsanglar, agar hozir bir nima bularni keyinchalik ham bajarib ketilsa bo'ladi. No, 2 haftalik ekanda, bu birinchi haftalikdan ham nimadirlar bajarsa bo'ladi. 5 ta match klassik rejimda. Masalan. Bosib tashlayvering. Da, bosib tashlayveraylik, chunki baribir hammasini bajarib anaqa qilib o'tiraman. Mana akalar. 1100 si mana qaytarib beradi akalar mana. Ko'rdinglar, 1100 si tekinga shunda mana endi men buni yana bitta bossam, yana 1000 RP, ya'ni 10 RP to'g'rirog'i, yanada RP anaqam reytingim oshadi. Hattoki mana bu yoqdan mana ko'rib turibsizlar, 2000 ga oshdi. Endi men bu yoqdan masalan friendga kiring, ana reytingga kirsiz. Ana my friends rating. Ana do'stlarga bosing. 905-o'rinda ekansiz Mirao'yda.
900 talikka kirdim deb video qilaylikmi? Mingtalik. Hozir akalar Partiyadan 100 pastda bonusidan bittasi qolib ketib qolgan. Buni ham olamiz, chiqsa yo'q. Mana yana 1100 bor ekan-ku, men nimaga olmayapman oxirigacha? Tatidan past tepaga chiqib oling. Partiyadan kam joyimiz bormi bizni? 107 birinchi o'rindamizmi endi? Ko'rsat, o'ringa chaqir. Ana akalar, ko'ryapsizlarmi? Bo'ldi, birinchi o'rin bizniki. Dunyo bo'yicha birinchi Qizlarga o'rin. povutni bermaymiz a. Sigma. Sigma boy. Hop, yana nimadirlar yo'qmi? Bizga ko'rsatadiganimiz hech narsa yo'qmi? Menimcha qomat ishlansa, mana shunaqa bir real paslarimizni olgan bo'ldik, akalar. Videoning maqsadi shu edi, o'zi real pas olish edi. Hop, bu yoqdan yana nima berdi bizga? Nima beryapti bizga? Ha, mana bu yoqdan ham nimadirlar beradi. Ya'ni bu masalaga bog'liq narsa emas. Nechta odam, короче, RP olsa, unga qarab turib ham anaqa beradi, prizlar, shunaqami? Adashmasam? 2 million odam oldi deb hozir. 2 milliondan akalar PUBG bugun soqqani bosyapti. Soqqaga uryapti. Hop. Ko'rib turganingizdek, akalar, yana bir videoni ham o'z oxiriga yetib keldik. Agar sizga ham Real Pass sotib olish uchun 100 kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga murojaat qilish o'zingiz yaxshi bilasiz. Hammanglarga oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Bundan keyin ham har kuni kontentlar chiqishda davom etadi. Keyingi video, keyingi sunnada ko'rishguncha hammanglarga rahmat. Bay bay.